Polshaning Krakow shahri atrofida hozir velosiped haydab yurdim. Bo'sh vaqtimdan foydalanib. Bir qiziq joyga kelib qoldim. Mana bu yerda bizning galaktikamiz shuni ko'rsatib o'tilgan mana shu yerda. Mana shu ko'rgazmalar, mana shu qo'yilgan narsalar orqali. Bu yerda bolalar o'ynaydigan joy, odamlar yuradigan joy, velosiped haydash mumkin. Bu yerda suvlar o'tgan, daryo o'tgan. Yozda bu yer ancha chiroyli joy bo'ladi, yam-yashil. Lekin mana yana bir narsa qiziq o'ziga tortgan narsa. Bolalar uchun, umuman kattalar uchun ma'lumot bergan. Bizning galaktikamiz haqida mana bu yerda ko'rsatilgan, bu yerda ko'rsatilgan. Hozir shu haqida biroz maqmoqchiman, ma'lumot bermoqchiman. Mana bu Neptun sayyorasi, mana Neptun sayyorasi deyapti. Buni massasi, uzoqligi Quyoshdan mana necha milliard bo'lib ketyapti bu yerda, yo million nima bo'lib ketyapti kilometrda. Demak 4 milliard 495 million kilometr bo'lyapti Quyoshdan. Aytyapti, Quyoshni bir aylanib chiqishi 165 yil ekan. Bizlarda masalan 1 yil 365 kunda aylanib chiqsa, bular Neptun esa 300 qancha? 165 yilda aylanib chiqar ekan Quyosh atrofini. Yerdan 17 barobar katta deb ko'rsatilgan. Demak, endi bu bilan hozir mana ma'lumot berdim. Bundan endi navbatdagisiga o'taman. Bu yerda Saturn, mana ko'rsatilgan Saturn. O'sha sayyorasi. Mana bu ham o'sha massasi, bu yerda yozilgan mana bir kun 10 soat, 10dan 7 soat bir kun hisoblanar ekan. Aytyapti, yer atrofini aylanib chiqish uchun 10.759 kun kerak bo'lar ekan. Bizlarda mana boyagi aytganimdek, bularda bir yil bizlarda 29,5 yilga to'g'ri kelar ekan bu Saturnda. Vaqtida, Saturn vaqti bilan hisoblasa. Navbatdagisi esa mana uzoqda yer ko'rsatilgan. Qaysi masofalarda joylashganini qaranglar. Mana demak, bu yerda Jupiter edi, Saturn, mana bu yerga keldik, mana yer, mana polyak tilida Zemya deb yozilgan. Mana shu Quyoshdan qaysi masofalarda qanday joylashganini qo'yib chiqilgan. Mana yer. Demak, Quyoshdan 149 million 597 ming 887 kilometrda joylashgan va uning yo'ldoshi mana Oy, Kshanjet yozilgan. Mana bu yerda yozilgan 1 kun 24 soat, 365 kun, 1 yil ko'rsatilgan. Mana bu yer sayyorasi. Mana bu yashil, mana suvlik. Bu esa Merkuriy sayyorasi. Mana bu esa Quyoshdan qancha? 57 ming million 909 ming 170 kilometr joylashgan. Bu juda issiq qara ko'rsatgan. Bir kunda o'zgarish, ob-havoning o'zgarishi -173 dan +427 gacha o'zgarar ekan Merkuriyda. Ob-havosi, yine issiqligi va sovuqligi. Mana bu Merkuriy bor yo'g'i 88 kunda aylanib chiqar ekan. Quyosh atrofini. Buni ko'rinishi. Bu yerda ko'proq ma'lumot berilgan, endi men baribir qisqaroq ma'lumot beraman. Bu esa Quyosh qilib ko'rsatilgan, mana Quyosh. Bu esa Quyosh. Quyoshning ko'rinishini shunaqa qilib yasalgan. Mana uning og'irligi, bu ko'p ma'lumot berilgan, uni biroz ilmiy tarafdan uni tarjima qilish kerak. Oddiy so'z bilan biroz qiyinroq. Uni nimasi, temperaturasi 15 million gradus bo'lar ekan. Gacha ko'tarilar ekan. Yana navbatdagisini ko'ramiz. Venus yozilgan. Venerada endi bu.
Demak, Quyoshdan 1,8 million 208.926 kilometr joylashgan. Tabiiy yo'ldoshi yo'q. Planeta Skalista. O'sha toshlik planeta, mana ko'rinishi qanaqa Skalista, tog'lik, toshlik shunaqa joylar. Ma'lumot. Quyosh atrofini 225 kunda atrab aylanib o'tar ekan, ya'ni Quyosh atrofida. Navbatdagisi bu Mars. Demak, Mars sayyorasi. Quyoshdan 227.936.637 kilometr. Demak, bir kun 24:16 deb bizga juda yaqin ekan Yerga. Biroz deyapti, mana Yerdan biroz ziyodroq bir kuni. Bir yil lekin 687 kun davom etar ekan Marsda. Yana ketamiz. Vale. Demak, Yovish. Yovishi. Bu. Demak, ko'rsatilgan mana bu yerda bir yili deyapti, mana bir kuni 10 soat. Buni tezligi baland, tez aylanar ekan, lekin bir yil 11.86 deyarli 12 yili, u yilida bir yilga to'g'ri kelar ekan. Demak, biz bir yilda Quyosh atrofini aylanib chiqsa, bu sayyora Yovish 12 yilga deyarli. Bu qaysi sayyora bo'ldi endi? Demak, Uran. Uran. Demak, ko'rinishi qanaqa bo'lar ekan mana. Demak, buni bir 84 yilda aylanib chiqar ekan. Bir kuni esa 17 soat davom etar ekan. Bu yerda keyin esa har xil o'sha toshlar qo'yilgan, qaysi davrlarga xos toshlar ko'rsatib berilgan, qo'yilgan. Mana bu yerda Diabas, Paleozik toshi nomini, ya'ni Paleozik davri erasi. Bu yerda bir qancha toshlar qo'yilgan, o'sha qaysi eralarga xosligi, taalluqligi ko'rsatilgan.